Diqqat, Sevinch Mo'minova haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. Mashhur xonanda Sevinch Mo'minova shaxsiy hayoti haqidagi savollarga navbatdagi intervyusida ochiq javob berdi. Uning aytishicha, turmush qurish masalasida shoshqaloqlik qilish unga xos emas. Xonanda uchun erkak yoshdan ko'ra uning fikrlash darajasi, dunyoqarashi va xarakteri muhim. U faqat o'zi bilan ruhan mos keladigan inson bilangina oila qurishga tayyorligini bildirdi. Sevinch Mo'minova avval turmush qurgan erkaklarga ham jiddiy talablar qo'yadi. Ajrashish sabablari unga juda muhim. Agar erkak o'z aybi bilan oilasini buzgan bo'lsa, bunday inson bilan kelajakni tasavvur qila olmasligini aytdi. Shuningdek, xonanda ikkinchi xotin bo'lish g'oyasini qat'iyan rad etadi. Uning fikricha, bunday munosabatlarda haqiqiy baxt bo'lishi qiyin. Bugun Sevinch Mo'minova o'z hayotidan mamnun. U erkak yonida xotirjamlik, himoya va mehrni his qilishni istaydi. Men kimnidir tarbiyalash uchun emas, baxtli bo'lish uchun turmush qurmoqchiman, deydi xonanda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni va kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.